Trenddagi mana bunaqa Lego stildagi videoni hozir men sizlarga bepulga yasashni o'rgataman. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar, ketdi. Birinchi navbatda ChatGPTga rasm joylab olamiz va mana bu promptni kirgizamiz. Hamma promptlarni Telegram kanalimda qoldiraman. O'sha mashhur Magic City mana bizda Lego ko'rinishida bo'ldi. Endi Google ga kirib Flow deb yozamiz. Birinchi chiqqaniga kiramiz. Bu yerdan Create with Flow ni bosamiz. Gmail orqali ro'yxatdan o'tganingizdan keyin Sozdать proyektni bosasizlar. Mana bu yerdan biz video po kadrini tanlaymiz. Keyin bu promptni kiritib olamiz. Promptni har doimgidek Telegram kanalimda joylaganman va bu yerga Lego stildagi boyga rasmni tanlab olamiz. Kerakli razmerni tanlab saqlanish qilamiz. Mana bu rasmni o'chirib olsak ham bo'ladi. Yuborish tugmasini bosamiz. Biroz kutamiz va video tayyor bo'ldi. Endi buni bemalol mana bu tugma orqali ko'chirib olishingiz mumkin. Videoni saqlab, barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Smartfonlaringiz o'rnida asaxiy.uz saytidan xarid qilishingiz mumkin.